Nigora! Nigora, yur! Voy bacha, Nigorani ko'rmadingmi? Nigora Makkapoyga ketdi. Makkapoyga? Toshma! Nigora! 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 O'li! Qara yuribsan? Nimaga baqirasan? Qo'rqib ketdim-ku. Toshmat qani? Qanaqa toshmat? Mollaga yemish yig'gani keluvdim. O'li! Yemish qidirib kelibdi-yu bechora bacha. Malades, kelib o'tir, hozir kelamiz. Qarishvar. G'aflat. Hamigina qizim, yaxshi keldingmi? Ahvollaring yaxshimi? Uyingda nima gaplar? Onam yaxshimisiz? Ha, rahmat. Hammasi zo'r salom deb yuborishdi. Shu ertalab ishlarni qilib yuribman-da, yaxshimiz. Voy qizim, ozib ketganingni qara. Seni qullikka berganmanmi? Voy Nigina, yangi talablar. Yaxshimisiz? Akam yaxshimi? Rahmat, yaxshimisiz? Oyijon, uzr, maylimi? Shu urushayotganini keyinroq yursam, ko'cha juda ham sovib ketdi, deb muzlab qolaman. Yanga men sizga yordam beraman, yuring. O'tir joyingga. Kelin pashsha, ish qilsangiz hech qayeringiz kamayib qolmaydi. Mana biz ham qilganmiz. Men oynalarni arif bo'lib yuvib kelaman. Voy Nigina qizim, ko'rmaganimga ham ancha bo'lib ketdi. Kep turgin xo'pmi? Qaynonangdan, eringdan so'rab uyga kelaverib bo'ptimi? O'tgan hafta keldim. Mana bu hafta ham keldim. Onamandan, sog'inamandan. Oyijon, yo'lda siz bugun oyimni borib ko'rib kelmoqchi edim. Bugun tug'ilgan kunlari ekan. Ha, kelin pashsha, 6 oy oldin borib keluvdingiz. Oyingiz tug'ilgan kuni bo'lsa, telefonda ham tabriklab qo'ysangiz bo'ladi. Bugun qizim kelgan.